Darvozamiz Namangan shahar afsonalar vodiysiga o'rnagan. Darvozamiz eni 4 metr, balandligi 375 bo'lgan. Darvozaning ikkita yoni tepasi 8 ga 12 lik kvadrat bo'lgan. Taglari shveller bo'lgan. Darvozaning yonidagi ramkalari 10 ga 5 kvadrat bo'lgan. Listlar 1.8 3 qavat bo'lgan. Oralarga ekstrenniy shomkalarni qilib, cho'tka qilib darvoza yasab berdik. Endi xonadon bitmagani uchun kraskasini hal qilmadik. Kraskasini uy bitgandan keyin cho'tka qilib siyib beramiz. Hozir kun topdi holatda. Darvozaning orqa tomoni ham tekis bo'lgan, haqiqiy 3 qavat mana shu bo'ladi. Mana profil, list, uni orasidagi chokka 2 ga 1 kvadratni aylantirib qo'yib berganmiz. Nimaga ikkita yoniga ham shveller qo'ymadingiz degan savol bo'lishi mumkin. Mana 8 lik profil qo'yishimizdan sabab bu yoqda kafel yoki mramor teshganda darvozadan o'tib ketmasligi uchun yoniga kvadrat qo'yganmiz. Sizlar ham xuddi shunaqa qilsani kafel yoki mramor tertganda xalaqit bermaydi. Mana hozir mana shu holatda suvog'i 0 qilib suv olib borsa o'zi bekiladi. 7 sm o'sha kafelni haqqi qoladi. Shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, Lauz Metalga olib chiqsani, shina sifatli va chiroyli qilib bajarib beramiz inshaalloh.